Şeylerimizi devamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumundaq. Bugün çislaq 2020 yıl 5. ayının 23. günü heptiki şembe. Endiki mavzumundaq əməli qadam taşlap. Cungo'nun tehdidine karıştırımız mavzulu haber 5. ayının 22. günü Amerika avazı Xitay programı ilan kılındı haber. Bundan başlan. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Oqsaroy yangi bir parcha doklad e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati vazifa o'tagan 3 yildan beri davlat bexatarlik strategiyasi asoslanib, Jungo bilan raqobatlashdi. Amaliy kuch bilan tinchlikni ilgari surish jihatda nihoyatda puxta qadam tashladi. Lekin yuqori darajalik harbiy amaldorlar va davlat mudofaa mutaxassislari umumyuzlik Jungoning Amerikaga qaratgan harbiy tahdidi hargizmo ojizligini deb hisobladi. Oqsaroy haftaning 3. kuni, ya'ni 20. kuni bir parcha doklad e'lon qilib, doklad Jungo Kompartiya siyosiy hokimiyatining Amerikaning davlat manfaatiga xiris paydo qilganligiga qaratildi. Ve Prezident Trump hükümetinin bu hırslarga qanday taqobil turganligini ve qanday taqobil turadiganligini to'g'risida bağlash elib berildi. Yana bir xabar, Beijing Hong Kong davlat bexatarligi qonun loyihasini majburiy yo'lga qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida ikki partiya a'zolari qonun loyiha ma'qullab, Jungo amaldorlarini jazolashni ilgari surdi. Mavzulu xabar 5. ayının 22. günü Amerika ovozining Xitoy programı e'lon qilindi. Yana bir xabar, Hong Kongga oxir zaman yetib keldimi? Hong Kongga oxir zaman yetib keldimi? Chet el matbuotlar diqqatni bexatarlik qonunga markazlashtirdi. Mavzulu xabar 5. ayının 23. günü Jungoga nazorat to'rbetida e'lon qilindi. Kompartiya xato hukm qildi. Beijingda ishga qurultay 23. modda bo'yicha davlat bexatarligi qonun loyihasi o'tirib qo'ydi. Prezident Trump va davlat majlisi jazolaymiz dedi. Hong Kong intayin zo'r qarshilik ko'rsatish har ikkitiga yetib keldi yoki Hong Kongda qarshilik ko'rsatish har ikkiti yetilib o'tdi. Jiang Fengshika 5. ayının 23. günü yurtda. Jonaqay barliq qo'lidan keladigan shumliqlarni qilib bo'ldi. Yana bir mavzu. Zaman oxiridagi Hong Kongdan mablag', kapital va ixtisoslik xodimlar chekinishga boshladi. Mavzuli xabar 5. ayının 23. günü Umid sadosi to'rbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Jungo Kompartiyasi 21. günü kaçta Hong Kong'da davlat bexatarligi qonun loyihasini tuzib, xalq vakillar qurultayining navbatdagi yig'in tartibiga elib kirmoqchi bo'ldi. Bununla dünya zilzilga keldi. Chet ellarda matbuotlar orqa-orqadan Hong Kongning oxirgi zamoniy mavzusida xabarlar e'lon qilib, tahlil qilib, Hong Kongning xalqaro pul muomala markazlik o'rnini saqlab qolg'ili bo'lmaydi deyishdi. Hong Kongda mislsiz kapital qachish va ixtisoslar qachish to'lqini ko'tarildi. Yana bir xabar, Beijing Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni majburiy yo'l qo'ydigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi ogohlantirish berib, qattiq aybladi. Mavzuli xabar 5. ayının 22. günü Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi o'rtagos haftaning 4. günü bunday ko'rsatdi, ya'ni 21. günü Beijing yaqinda Hong Kongda qonun chiqarish faoliyatlariga aloqador hamda negizlik qonunning 23. moddasiga asoslanib davlat bexatarligi qonun loyihasi tuzib, Jungo Xalq Jamhuriyati bilan Buyuk Britaniyaning birlashma bayonotiga buzg'unchilik qildi. Birga va'dalari va majburiyatlarga buzg'unchilik qildi.
Bayanatçı Orta Gos mundaq ko'rsatdi. Jungoning avroyini aksattirib berolmaydigan davlat bexatarligi qonuni majburiy yo'l qo'yish Hong Kongda davolg'ish keltirib chiqardi. Ham Amerika va xalqaro jamiyatning ayblashiga uchraydi. Bugünkü leksiyalarımız bu şu. Ben arlı sizlerge bir leksiya sözledim vatandaş. Bugün analiz muhakeme kılmayımız. Şu leksiyada bir cümle sözle etkanı demişsinlerdi bolsun. Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Kengaş Palata Senatörü Jen Enhop neme dedi? Ben ensirmeymen. Jungo neme iş kılıdı dep ensirmeymen. Çünkü Jungoluklar koludan kildiğen işten emmesi kılıp oldu. Yani Jungo Kompartiyası koludan kildiğen işten emmesi kılıp oldu. Değil mesela Şangan Hong Kong'da bastırdı. Mesela ben ona misal keltirey 8.000 kişi kol alındı. Müstemlike Uyguristan'da 3 milyon kişi nezarbandda, onun Balıçakset'te, Yesli'lerde nezarbandda, umumi ahvalmış. Demek Xitay Kompartiyası ve Xitay hükümranları kılıdığan işini kılıp buldu. Şuna deydi Jem Enhop, endi onun koluda yani nime kelidi? Onun koluda yani bir iş kelidi dep ensirmeymen. Bu gap acayip koyulgan gap dep tahlil kılganıdık. Bugün endi hazır başta aytkandak Johnson J'nin aytqanıdak Amerika'nın qattiq besimi bolup Prezident Trump'ның öz ağzı bilen besim işletişi arqalıq Jungo Kompartiyası bu qatam 28. günü Xalq Vakillar Qurultayının umumi yig'inida ovoz qo'ydigan Şangan Hong Kong davlat bexatarligi qonunini amaldan qoldirsa, biz buni nima deymiz? Taslim bo'lishning, mag'lub bo'lishning qanchinchi qadami bu? Buni keyin sizlar bilan birlikda sanab chiqamiz vatandosh. Bu savol peticha qoldi.